Assalomu alaykum arzon savdo obunachilari, arzon savdo kanali obunachilar, o'rtoqlar, biz sizlarga Xitoy kiyimlar jiroylarni tayyorlab berganmiz. Xudo xolasa bittadan laykni bosib, gumburlatib zakazlab beraverasizlar. Bu tomonda Telegram kanalimiz, mana tomonda nomerimiz, nomerlarni qizdiraverasizlar. Xullas kuzgi sezonga eng zo'r narsalarni tayyorlab berganmiz. Birgalikda hozir endi qo'ldan kelgancha bitta mahsulot juda ko'p ekan, qo'ldan kelgancha narxini aytib o'tamiz. Zakazlab beraverasizlar. Telegram kanaliga o'tinglar. Bundan ham arzon narsa, bundan ham zo'r narsalar bor. Qarochi laykni bittadan banglatamizda. Narxlarni kuzatib, xullas zakazlab beraveramiz. Xo'sh, o'rtoqlar, qana hozir videoni baqa qilib oldik. Endi qaranglar, bitta narsa hozir kanalda telefonimni pamyati to'lib qolibdi. Chunki narsa ko'payib ketdi. Endi biz narxlarni shu bitta ikkitalarni aytamiz. Qolganini o'rtoqlar Telegram kanaliga o'tasizlar, obuna bo'lib turibchi, bitta Telegramdan zakaz beraverasiz. Zakazlar olinyapti. Xullas kuzgi sezonga mana qanday zo'r narsalarimiz bor, mana ko'ringlar. Dahshat narsalar bor, hammasi Xitoy. Bu yerdagi mahsulotlar hammasi Xitoy. Mana ko'ringlar, vashi. Mana ko'ringlar. Vashi dahshat narsalar bor, xudo xolasa. Xullas qaysilardan boshlasa ular layklardan bosib o'ramiz, bangillatib. Xo'sh, mana ko'ringlar. Mashina yabish, endi kirib bo'lmasin deb hammasini nima qilingan, upakovkalangan, paketlangan. Mana Nike. Bag'a Jordan nima edi? Xullas mana shunaqa krossovkalar. Xo'sh, bo'lmasam hozir bir 3-4 tasini krossovkalarni, o'sha nimalarni aytaylik, narxlarni, rasvetkalar bor. Qaysidan boshlayman? Shulardan? Mana shulardan boshlaylik. Xo'sh, mana ko'ringlar. Juda zo'r narsa. Rasvetkalar. Samday qilib qishating. Ha, ko'ryapsizlar rasvetkalarni, taniqligini, xullas zo'r narsa. Razmerlar qanaqa bo'ladi? Razmerlari 36 dan 40 gacha 6 tali bo'ladi. 38 ikkita chiqadi. 38 ikkita. In hadovoy ikkita. Hadovoy hozir suv svetlarini arzon qilib aksiyada qilib olib qo'yganmiz. Necha puldan beryapsiz endi bular? Bularda 95 ming 100 ming sotilgan o'zi bular. Hozir bularda skidkaga tushirib 78 mingdan qilib beryapmiz. 78 ming so'm. Ko'proq olinsa yana ozroq o'tib beramiz. Ko'proqda faqat. Skidka joylari bor. 1000 so'm 2000 so'm o'tib beramiz. Juda ko'p olgan 5-10 pachka olganga o'tib beramiz. Ammo juda yengil narsa ekan, to'g'risi mazza qilib. Shu qo'polga o'xshaydi, lekin padosh ancha yengil. Nimaga bir xilgilari bor, padosh og'ir ham chiqqan, buniki unaqa emas. Shunaqa. Nike bor mana. Nike. Bu ham hozir shu siz aytgan. Ha, bir xil narx. Bo'ldi, tushunarli. Padoshlari shunaqa. Mana oqib, mana ham shunaqami? Shunaqa narxda bu ham. Ko'ringlar. Neobishni. Qarochi, jenskiy oyoq kiyimlarning eng arzoni Xitoylarda mana olaman deganlar bangillatib bozaverasizlar. Mana masalan mana 70 qancha dedik mana? 78 ming so'mdan bir ikki pachkaga. Ko'proqqa tushiriladi bu. Mana uni ko'ringlar mana. Bular ham 75 ming, 80 ming sotilingan. Bundan ham soni ko'p emas. 55 ming so'mdan qilib beramiz. 55 ming so'm. Bu ham 36 dan 40gacha 6 tali 38 ikkita bo'ladi. Bo'ldi, tushunarli. Hozircha mana shu rangimiz bor xolosmi endi? Bundan o'zi bitta shu rang qolgan. Endi hozir siz aksiyaga tushgan narsalarimizni aytib o'tib ketyapsiz, to'g'rimi? Hammasi aksiyada. Mana tovarni ham sotib mana shu ham dahshat ekan. Bu yosh tanlamaydi, yosh qariga ketaveradi. Skromniy model, olchi nimasi yo'q. Buni paketga o'rab qo'ygan sababi dog' bo'lib ketadi, shuning uchun o'rab qo'ygan ko'p. Odamlar kelib ushlaydi. Videoda uncha ko'rinmasligi mumkin, lekin kanalda ochib chiroyli qilib olganmiz. Telegram kanalida ham turibdi mana. Telegram kanalingizni ko'rsatib o'ring. Telegram kanalimiz mana shu kanalda oqtarib topinglar. Optimov Qo'qon desangiz chiqadi. Mana mentini chiroyli qilib olib qo'ygan mana paketdagilarni. Mana shu paketda turibdi mana. Bo'ldi. Zo'r, xudo xohlasa bu yerda emas. Asartimiz juda ham ko'p. Bundan ham ko'p narsalar bor. Bu kanalda biz mana shu qirg'oqqa qo'yib qo'yamiz. Voy, uzr. Mana qirg'oqqa qo'yib qo'yamiz. Shakka o'tib turib zakaz beraversangiz, Telegram kanaliga obuna bo'lasizlar. Mana Optimov turistada qancha obunachisi bor hozirda. Mana shu kanalda oqtarib topsalang bo'ldi mana. Shu bizniki mana. Bemalol o'tib obuna bo'laverasizlar o'rtoqlar. Xo'sh. Mana skaner ham qilib olsa bo'laveradi. Ha, skaner qilib olinglar ham shuni. Skaner qilib olsalar bosaverasiz. Xo'sh, bo'lmasam bularni aytdik. Hech narsa qilmadimiz. Yo'q, iPhone ga tushib o'tirmaydi. Bitta video qilamiz. Xo'sh, yana qaysilar? Ammo mana shuni hozir narxini o'zi so'ramoqchi edim, o'zimga ma'qul kelgani uchun. Xo'sh, qaysilarimiz aytadi? Ko'ringlar mana padoshlari sportivniy, usti skromniy. Ikkitasi birda. Buni bilganlar biladi, bu zo'r ketgan paytda narxi juda qimmat chiqqan bularga, 100 mingdan oshiq chiqqan boshida. Toshi bor ekanda. Boshida. Buni padoshni qarang, ko'p yuradiganlar uchun zo'r ketadigan narsa. Qarang, padoshni chiroyligini zo'r ishlangan. Masalan, men o'zimga yoqdi mana. Poshnali emas u, lekin zo'r. Oldi skromniy. Buni narxi 90-100 ming bo'lgan eski narxi. Hozirda 59 ming so'mdan. Wow. Soni cheklangan lekin. Soni cheklangan 59 ming so'mdan. Ko'rishim bilan yozinglar. Bosaverasizlar ekan. Mana u ham mana 5 pachka qolgan narsa. 5 pachka qolgan xonasi. Ishlarni ko'rsataymi? Xinfudani bilgan biladi mana o'zi. Xitoyda sotadiganlar Xinfuda desa, otchi razga olsa olinadi. Ulardan ham 5 pachka qoldi.
o'zi sifatli narsam deb qo'lingizga shu siz bilasiz. Buni o'zi mana gruppaga ham 55 ming so'm qo'yganmiz. Mana shu videoda ko'rib turganlar uchun 50 ming so'mdan qilib beramiz. Yana 5 ming tushiramiz. Yana 5 ming tushirib beramiz. Shu videoda ko'rganlar uchun 5 pachgacha bor. 5 pachga xolos bor. Bo'ldi. Yana qaysilarni aksiyadegilarni bunday aytib o'ting, keyin kanalingizga o'tib obuna bo'lib, nima qilish so'radi? Aksiyadagi narsalarimizdan. Mana ko'ringlar, xullas mana shunaqangi dahshat mahsulotlar bor. O'tib obuna bo'lib, kanalgacha mana shu bosib yuborsalaring bo'ladi. Mana tovarlar ham mana agar mana modelni kablogliga kerak deydiganlar uchun mana. Ha, mana shulardan, ha. Mana shuni ko'ringlar mana. Buni narxi 78 ming so'm lekin. 78 ming. O'shanga yarasha arziydigan. Bu ham o'sha skidkaga tushgan. Bu ham 100 ming atrofida sotilingan. Hozir buni 78 mingdan olib turib, bemalol 100 ming so'm uchirib sotsa bo'ladi. 150 ming qo'yib 120, 130. Yo'q, endalik talatalaq turib 100 ming so'm. Talatalaga 100 mingdan ham sotsa bo'ladi. Maza qilib foydalanib qolish. Mana ulardan 99 ming qilib qo'ysa. Ha, 99 ming. Mana ham zo'r narsa ekan. Ikkita rangi bor ekan bularimizdan ham. Bulardan ham aytaverasizlar, xullas zakazlab beraverasiz. Mana o'zi buni ikki xil yana bitta modeli bor edi, maloshisi hozir tugab qoldim. O'zi tugab chiqgan. Qora hadovoy svetlari qoldi. Buni 85 90 ming sotganmiz shuni o'zini ham. O'sha ham skidka bo'lgan. Mana hozir yana ham shu 72 ming bo'lib qoldi. Grupani ko'rsatib yuboring. Mana 72 ming. Mana hozir aksiya narsalarda aksiya deb ketishyapti. Mana 85 mingdan minus 72 ga tushyapti o'zi. Bu yerda gruppadan video obzorlar, har xil yangiliklar bo'ladi. Ko'rishlar bilan sirazi o'tinglar. Siz hozir baytdan mahsulotlarni chiqarganingiz albatta gruppaga tashlab borasiz, to'g'rimi? Hamma chiqarilgan, yuk chiqarilgan, yig'ilgan hamma narsasi aytilyapti. Bo'ldi. Bosaverasizlar gazini. Mana aksiyada 2 ming so'mdan 85 mingdan 72 mingga tushdi. Boshida 130 minglik kirib kelganlari ham bo'lgan, 120 ming. Endi hozir tushib shundan arzon bo'lib qoldi. Yanada tushib, вообще zo'r. Mana ularimiz-chi, Xitoycha ketachalarimiz. Ularni shuni ham biroz so'rab keting. 50 ming so'mdan qilib beramiz. 50 ming so'mdan, ha? Yana 5 ming ham tushib beramiz ular tugatishga. 45 oz qolgan, ha? 45 ming so'mdan aksiya. 50 deyishodi, 45 dan aksiya deyishdi. Mana bosasizlar, ikkita rangi bor, eng hadovoy ranglari. Xullas o'zi biladi, bilganlar easy kerak bo'lsa buni ham yozishsin, mana easylar bor. Nech puldan? Bular 45 dan bo'lgan. 45 ming so'm. Bular ham o'zi qimmat chiqqan narsalar. Hozirda bor ikki xil sveti, agar yana oq qorasi kelib qolsa gruppaga tashlaymiz. Bo'ldi, yuvib ilib berayotganda aytdana. Shunaqa, yuvib nimaga kiyilaveradi. Xo'sh, 45 ming so'mdan aksiya o'rtoqlar. Faqat aksiyalar ko'rsatyapmiz. Kuzgi sezonniki. Xullas bang'ira-bang'iraga. Juda go'zal narsa, juda yengil. Shunaqa, men buni hozir og'ir deb yuribman. Yo'q, yengil. Shu dahshat ekan. Hozir kuzga misol kollejda o'qiydigan qizlarga va zo'r ketadi. Zo'r narsa ekan. Ular ham 100 mingdan qimmat bo'lgan narsalar. Hozirda 92 ming so'm. 92 ming so'm. Aksiya. 1 ekipajga narxi bu. Bo'ldi. 92 ming so'mdan o'taverasizlar. Mana uni ham ko'rsatib qo'y, agar kimdir podrastga so'raydigan bo'lsa, 33 dan 38 gacha. 33 dan 38 40 ming so'm, bir 10 pachga qolgan bo'lsa, 40 ming so'm. 40 mingdan berib yuboriladi. O'zi bular 60-70 ming. Bu zamish ekan-a bu? Zamish ekan. Bu 33-38 yozilgan. O'zi 34 ga ham tushishi mumkin. Jichak balshev erkaroq bu. 33-34 ga ham tushib qolishi mumkin. Shuni hisob qilinadi. Dublonkami? Dublonka ekan. Endi biz zamishga deymiz, ha. Zamishga ham o'xshaydi. Ha, o'zi biz o'sha zamish deb o'rganganmiz. Shu xoshlarida aytdik, ana krasovkalarni ko'rsatib qo'yaman. Bu hozir yangi keldi, issiqni bu yilgi qaynoq modellar, oldinlar gulchalilar juda ayollarimiz yaxshi ko'rishadi. Skromli, ozgina nejniy narsada. Guliga podojni rangi moslangan ekan. Kombinatsiya zo'r ketgan. Yaxshi zo'r. Nech puldan bularni? Bularni 82 ming, 85 ming gruppaga qo'yamiz. Ko'rib turganlar uchun 80 mingdan qo'yamiz. Aksiya qilib. Bo'ldi, gap yo'q. Bosaverasizlar gazini. Gruppaga bitta obuna bo'lasiz, mana YouTubedan ko'rdim boshqalarni. Bu endi o'tgan yilgi modeli, bu ketgan. Bu sal og'irroq ekan, u yengil ekan. Buni ham qaynoqqina. Yangi kelganlar. Bosib o'rsalar ham bo'ladi, yangilar bo'lganlar. Xo'sh. Hozircha endi aslida ba'zi shu ko'rsatganlar shu aksiyadagilar, ya'ni podrobniy ko'proq narsa gruppada bo'ladi. Mana buni ham skromli, chiroyli modellar, shunaqalar bor. Bo'ldi, bo'lmasam hozir vaqtimiz yetmay qolar ekanda, telefonimiz to'lib qolibdi hozir. Xo'sh, o'rtoqlar, bo'lmasam gazini bosaverasizlar, ekranda nomer, telefon bang'illatib bosaverasizlar, toza Xitoy oyoq kiyim. Haligi asosan hozir arzon olib turib, arzon sotaman deganlar uchun foydasi momoygina qoladi deganlar uchun mana sizlarga Xitoy narsalar ko'rsatdik. Olib foydalaninglar. Mana bu narsalarni, bular sizlar endi hozircha
Mana ular hozircha kiysa bo'ladi, lekin sezoni sal-pal nima bo'lib qolib, tapishkalarni bosib yuborasizlar. Mana shunaqa narsalar, hamma narsadan bor xullas. Mana uni ko'ringlar. Qaysi birini narxini hozir bitta aytmagan bo'lsangiz, sizlar Telegram kanaliga o'tinglar, o'sha yerda hamma narsa bor. Like bosib, gumburlatib, zakazlab beraveramiz. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.